alaykum. Butun O'zbekiston ahli, fuqarolar, dindoshlarimiz, yurtdoshlarimiz. Mana bugun men Termiz shahrida joylashgan San'at saroyini yonida o'tiribman. Bunga kelishim munosabati bilan prezidentimizning bosh vazir o'rinbosari Umurzoqov Sardor akam tashriflari binoan keldik. Mana bugun bizda tadbirkorlar forumi bo'lyapti. Mana bu bitmayotgan ishimdi. Mana bular hokimlar o'yin qilib, protokollarni almashtirib meni pavilyon so'rayapti degani uchun o'tgan safar Umurzoqov Sardor aka ishini hal qilib ber, joyini ber deganiga ular xo'p deb qo'ydida, lekin protokolni borib almashtirgan. Shu kelishmovchilik, shu tushunmovchilikni hokimlar meni qiynab, joyimni bermayotganini aytaman deb o'tirsam, ichki ishlar, yana Gorodel, mana bu UVD hammasi birlashib, ikkita bir qari mo'mani jo'natib, oppoq hojona bo'lib kelgan. O'ynaysiz singlim dedi, mana muzikaga tortib qamayli dedim. O'ynaylik, o'ynagandan keyin telefoningizni bering, mana mo'mada turadi dedi. Mo'mada turgandan keyin u mo'ma nariyoqqa jo'nab ketdi. Bu mo'ma ham ketdi. Endi bular shunday narsani uyushtirganki, u mo'ma telefonda nima panel joyga olib borib, men borib bering desam, meni ushlab militsiyalar olib ketishdi, planini qilgan ekan. Lekin ichki ishlar shu varani xom sanabsizlar. Men ham ahmoq emasman. Sizlar olib ketgan bo'lsalaring, yana bitta menga mana telefon zapaska turibdi. Men shu narsani bilib turganim uchun zapaska telefon oldim. Mana shunday zapaska shunaqa o'yinlaringni bilaman-da hokimiyat. Mana shunday o'yinlaring borligi uchun men yana bitta telefon zapaska olib keldim. Nasib bo'lsa uchrashgan bo'lsa, uchrashamiz, uchrashmagan bo'lsa oldilarga ham boramiz nasib bo'lsa. Yashirincha bitta joyga olib borishyapti, urushga. Mana ko'ringlar, mana hokimiyat ayollari. Mana ahvolini mana ko'ringlar, mana xolamni yashirin joyga ketyapti. Mana ko'ringlar. Mana xotin qizlarni. Mana xolamni olib ketyapti. Aldab o'ynashlar bug'di xolamni. Cheka ko'r. Assalomu alaykum. Butun O'zbekiston ahli, fuqarolar, dindoshlar